Manga oldin aytishganda, rechnoid licheniyamni bu narsalarsiz boshlamagan bo'lardim. 100 yil qurib ketishi boshlashi bilan mana shu tonerni olib ishlatinglar. Silimax Dual Barrier. Bu ham barrier восстанавливать qilib beradi, ham juda ham yaxshi namlantirib beradi. Undan tashqari защитный plyonka ham qilib beradi. Buni faqatgina suxoy yuzlilar, чувствительный yuzda ishlatish mumkin. Xuddi shu tonerni kremi ham bor, oxirgi kaplasigacha ishlatib qo'yganman, chunki juda ham yaxshi, bu ham barrier восстанавливать qilib beradi, ham yaxshi namlantirib beradi. Imенно rechnoid ichi yuzim qurishni boshlaganda juda ham ужасно qurib ketganda shu ikkalovini maza qilib ishlatganman. Bunisi aytganimdek такой glow effektini beradi, a bunisi bo'lsa такой жирненький krem. Buni именно suxo, juda ham suxo yuzda ishlatish kerak. Yog'li yuzda umuman ishlatish mumkin emas. Zo'r namlantirib beradi. Bu kombodan unaqa effekt kutmagandim, ya'ni kutganimdan ham ko'proq zo'r effekt berdi. Bazaviy namlantiruvchi ham bu toner glow effekt beruvchi naborchik modeli. Dr. Alteyadan sivorotkali krem 345 kremni bilasizlar. Barrier yaxshi восстанавливать qilib beradi, ugrilikni ham qanchadarini ketkazib beradi, dog' qolishini oldini oladi. Juda ham zo'r namlantiradi. Bu sivorotkasi bo'lsa, sostavida piderin bor, bu ham juda ham yaxshi namlantirib beradi. Ikkalovini birga ishlatsanglar вообще effekti zo'r. Yaxshiligi sivorotka plyonka effekt qoldirmaydi. Также krem ham plyonka effekt qoldirmaydi, chunki teksturasi lегкий. Bu kremni не только yuzimga, даже badanlarimga ham surib tashladim, chunki sostavida pantenol bor, tinchlantiruvchi, восстанавливающий. Qo'limga, yuzimga shunaqa narsa toshib ketganda, mana shuni ishlatib, 2-3 kun ichida o'ziga keltirib olganman. Yuzim issiqda negadir qizarib ketardi, qizarishlar bo'lardi, yuzim qanaqadir раздраженный bo'lardi. Shunda bu sivorotkani ishlatardim.